farzandlari bemalol gaplashyapti. Men bolalarim bilan endi mashina ko'rib, nazorat qilib, bemalol gaplashib turaveraman. Sizda ham eski HD kameralar bormi? Ularni tashlashga shoshilmang. Yaqinda bir xonadondagi eski kameralarni qaytadan montaj qilib ishlatib berdik. Biz bu yerda bitta aqlli ish qildik. Kameralar eski bo'lsa ham, simlarini sifatli IP kamera kabelida tashladik. Bu degani 2-3 yildan keyin mijozimiz kameralarni yangilamoqchi bo'lsa, qaytadan sim tortib yurmaydi. Shunchaki kamerani almashtiradi, tamom. Apparatni esa Hikvision gibrid modelidan qo'ydik. Kameralarda ovozli aloqa yo'qligi sababli apparatga oddiy kompyuter kolonkasini va eski mikrofonni ulab berdik. Endi bemalol ikki tomonlama gaplashsa ham bo'ladi. Hamma kameralarni mijozimizning telefoniga ulab, masofadan kuzatish imkonini yaratdik. Eski narsadan ham baraka topsa bo'ladi. Faqat to'g'ri yondashuv kerak.